Maşallah bugun Tashkilot mahallasida Hayit bayrami bilan 70 yoshdan yuqori bo'lgan oqsoqol hoji aka, hoji buvalarni bayram bilan tabriklash bo'lyapti. Mana o'sha hammasi o'tib ketdi. Sizlar bizga, hamma yoshlarga bosh bo'lib yursin. Har xil gaplarga quloq solmasdan hech kattalar o'zimiz o'nglaylik. Ularni bunaqa qilib ketdi, bunaqa deyishni oldi. Va yashab berishni chiroyli duo berib so'raylasizlar mashina. Ularni yoshligim Alloh sizlarga boshladi. Ularga chiroyli duo beringlar. Bitta gaplarga ishlaylik. Bir-birimizga gina saqlamaylik. Mana shu ro'za oylarida hammamiz gunohdan qoq o'tishdan bo'laylik. Mana shu yerda shu mahallamizda domlamiz turibdi. Domlamizga bir adden choy pata berasizlar. Hech gal yo'llasini qilyapti domla ham. Domlardan olib kelib turib mana bil nasıl odam havaslandan bo'ldi. Faqat buncha odam masjiddan uzilmadi. To'liq o'tirdi. Domlarni qirg'at chiroyli uchun yaxshi mana hamma kelganinglarga rahmat. Alloh taolo hammamizga mana da oyda muboraklik qilsin. Mana kunlarda aytinglar muborak bo'lsin bizga. Duo joy bo'lib uzoq yashashing nasib qilsin. Bola chaqamizdan, sizlarning bir nevaralaringlardan olimalar chiqsin. Mahalla ko'yda yana dinga xizmat qiladigan, Alloh taolaning aytgan yo'lida yurib payg'ambarimiz alayhisalom ko'rsatib bergan yo'llarga yurishlikni nasib qilsin. Yana bir bor tutgan ro'zalarimiz Alloh dargohida qabul qilsin. Qilgan ehsonlarimizni ham hammamizdan ham umidvor bo'lib o'tib ketganlarga Alloh rahmatiga olsin. Va kattalarimizga nurli iymon ato qilsin. Yoshlarga hijoat bersin. Alloh taolo yana bir bor so'ramiz bulardan. Allah ömrüge rizqi, Allah bereket ato qilsin. Topganlarga Allah bereket ato qilsin. Allohu akbar. Qo'lida bermaringlar. Rahmat sizga jam bo'lmaydi. Bereket.